Bugun DojoPay saytidan daromad chiqaramiz. Sayt to'g'risida bir qancha videoroliklar bor. Har soatda bonus olib daromad ishlab topishimiz mumkin. Ya'ni captchadan o'tamiz va bonus olamiz. Bu yerda asosiy sahifa bo'limi recaptchani tanlab o'tamiz. Ya'ni qaysi captchadan o'ta olsangiz o'sha bo'limni tanlagan ma'qul. Hozir kuzatamiz. Claim tugmasini bosib o'tamiz. Bizga bonus berildi. Endi yana 1 soatdan keyin kirib daromad olishimiz mumkin. Hozir esa ishlagan daromadni chiqaramiz. Buning uchun mana bu yuqorida balans bo'limi ko'rsatilgan. Ustiga bir marotaba bosamiz va withdraw tugmasini bosib o'tishimiz kerak. Foydali mahsulotlar kerakmi? Ishonch Market Telegram kanaliga qo'shiling. Eng kerakli mahsulotlar va qulay narxlar bir joyda. Hoziroq qo'shiling. Endi esa bu yerda chiqarmoqchi bo'lgan manzil yozishimiz kerak. Qaysi hamyonga chiqaradigan bo'lsak, o'sha manzil yozamiz. Biz bir necha marotaba mana daromad chiqarib olganmiz. Natijalarni ko'rib kuzatishingiz mumkin. Biz esa avvalgi chiqargan koshlok manzilimizni nusxasini olamiz. Buning uchun o'sha mana bu bo'limda o'zi nusxalash belgisi hosil bo'lgan, shuni ustiga bosamiz. Hozir biz keyingi bo'limga o'tib ketdik. Ortga qaytib, qaytadan takrorlaymiz. Nusxa bo'ldi. Endi esa manzilni kiritamiz. Max tugmasini bosamiz, ya'ni barchasini chiqaramiz. Endi esa captchani tanlab o'tamiz. Recaptcha qulay bo'lmoqda, chunki o'tishi ham tez. Endi esa withdraw tugmasini bosib o'tamiz. Endi esa jarayonda degan ma'lumot chiqdi. Endi esa bu yerda qancha daromad olishimiz, ya'ni hisobga qancha tushib kelishi to'g'risidagi ma'lumotni ham o'zi bu yerda yuqorida belgilab bermoqda. Bu yerda tasdiqlab o'tishimiz kerak. Daromad chiqarish tasdiqlandi. Hozir esa jarayonda bir necha soatdan so'ngra daromad hisoblarga kelib tushadi.